بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 150 bob nammami chaqimchi bob. Hammam degan kishidan rivoyat qilinadi. Kunna ma'a Huzayfata faqila lahu inna rajulan yarfa'u al-haditha ila Uthman. فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. Huzayfa bilan birga edik deydi. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu eng katta sahobalardan hisoblanadi. Bu kishiga Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p sirlarni aytganlar. Jumladan o'z vaqtlaridagi munofiqlarni nom aytib berganlar, fitnalarni aytganlar, ko'p sirlarni bu kishi bilardi, birovga aytmasdilar. Shunda aytadiki, Huzayfaga ba'zi bir odamlar aytdiki, bir odam bor, shu xalifa Usmonga gap tashib turadi, chaqimchilik qilib turadi deyilganda, Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamni chaqimchi jannatga kirmaydi deganlarini eshitganman degan ekan. Albatta shu chaqimchilik nihoyatda yomon narsa. Chunki chaqimchilik faqat shu birovni ikkinchi kishiga yomon ko'rsatish, shu bilan o'ziga qandaydir manfaat topish ma'nosi bilan chegaralanib qolmaydi. Chaqimchilik qilib birovga yomon ko'rsatdimi, bunga gap keladi. Bu ham uni so'kadida, shunday qilib sekin-sekin gap butun jamiyatga tarqab, jamiyatning hamma a'zosi bir-birini chaqadigan, bir-biriga g'azab qiladigan, bir-birini orqasidan gapiradigan bo'lib, orada do'stlik, birodarlik, o'zaro hamkorlik, birovga yaxshilik ko'rish, jamiyatning manfaati uchun ish qilish tamom yo'qoladi. Hamma bir-birini orqasidan poylash, bir-birini chaqimchilik bilan dog'da qoldirish, chaqimchilik orqali mukofot olish, o'zini mavqeini yaxshilash bosh tarafga o'tib ketadi. Bu jamiyatning manfaatini o'ylash, birovni bir yaxshilik qilish ma'nolari umuman unutiladi. Mana shuning uchun ham bu narsani hozirgi bir gap bo'lsa ham og'ir sanalganligi, gunohi kabirlardan deyilganligi va chaqimchilik qilgan odam jannatga kirmasligi belgilanib qo'yilganligi bu narsani naqadar xatarli ekanligini ko'rsatadi. 323-hadis. Samurat ibn Havshab, u kishi Asma binti Yaziddan rivoyat qiladi. U kishi aytdilarki, qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum? Qalu bala. Qala allazina idza ru'u dhukirallahu afala ukhbirukum bi shirarikum? Qalu bala. Qala al-mashsha'una bin namima, al-mufsiduna bayna al-ahibba, al-baghuna al-bara'a, al-'anafa. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizlarning eng yaxshingiz kimligini aytib beraymi dedilar. Aytib bering deyishdi. Shunda ular bir kishilarki, qachon o'sha odamni ko'rilsa, Alloh odamlarning esiga tushadi. Alloh zikr qilinadi. Ya'ni ko'rilishi bilan shu qaddi qomati, siymosini ko'rish bilan kishilarning yodiga Alloh keladi, Allohni eslashadi. Ana shu odam eng yaxshi odam musulmonlarning ichida. Sizlarga ichingizdagi eng yomonlaringizni aytib beraymi dedilar. Aytib bering ey Allohning rasuli deyishdi. Shunda aytdilarki, chaqimchilik qilib yuradiganlar, muhabbatli kishilarning orasini buzadiganlar, pok, beayb odamlarni, ularga yomonlik qiladigan, og'irlik bir keltiradigan kishilar ichingizda eng yomonlaringizni shular. Demak, bu yerdan ham ko'rinib turibdiki, chaqimchi eng